Assalomu alaykum, Qarshi stol stullari kanalining a'zolari va YouTube kuzatuvchilari, bizni muntazam kuzatib turadigan hurmatli obunachilar. Bugun biz bir klientimizga 520 kishilik to'y va marosimlar uchun chiqariladigan stol va stullarni tayyorlab berdik. Mana shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, buni narxlari, turlari, summalari haqida batafsil tushuntirib beramiz. Qani unda videomizni boshladik. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, mana bu turgan stolimiz 8 kishilik bo'ladi. Xo'p, xon taxtasi yig'iladigan bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Xon taxtasini faneri birlik fanerdan ishlatilgan. Ustki qismiga ko'rib turibsizlar, mana lak sepilgan, 2 marta lak sepilgan bo'ladi. Mana bu chetlari mana avalniy qilingan bo'ladi. Xo'p, bu bemalol yomg'irlarga qolsa, ustiga suv to'kilsa ham bemalol hech nima qilmaydi. Pastki qismlari yig'iladigan bo'ladi. Buni ham hozir videoning oxirida yig'ilish jarayonlarini ko'rsataman. Xo'p, operator yaqinroq keling. Xo'p, stollarimiz mana ko'rib turibsizlar, tepa qismiga mana gul qo'yilgan. Va mana bu yerda mana olmos ko'zli toshlar qo'yilgan. Buni materiali moyshi material bo'ladi. Buni ham mana yog' to'kilsa, to'ylarga kirib bo'lsa ham bemalol nam qilib artosa bo'ladi bemalol. Hop. Profilining qalinligiga keladigan bo'lsak, profilining qalinligi 2 toza bir stenka ishlatilgan. O'shaning uchun narxi sal qimmatroq chiqadi. Hop, buni donaga keladigan bo'lsak, donaga 170 ming so'm chiqadi. Hop, endi buni asosiy qismi, asosiy summasiga kelib o'tadigan bo'lsak, buni 8 taligi 1 800 ming so'm bo'lmoqda. 6 taliga keladigan bo'lsa, 6 taliga ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana ikki shiddatdagi stolni olib qo'ysak, 6 talik bo'ladi. Uni narxi 1 500 ming so'm bo'lgan. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, mana bu yerda ko'rib turibsizlar, to'ylarga chiqariladigan dumaloq stolimiz bo'ladi. Xo'p, xon taxtasining razmeriga keladigan bo'lsak, xon taxtasining razmeri 1,5 ga 1,5 aylana bo'lib kesilgan. Bu ham xuddi shunday yig'iladigan bo'ladi. Xo'p, buni ham o'rindiqlarni hozir tushuntirib o'tdim. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 2 350 ming so'm bo'lmoqda. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Bu tomonda mana klientimizga tayyorlab berganmiz. Xudo xolasa ertaga buni yo'lga chiqaramiz. Endi hurmatli obunachilar, mana shu stolimizni yig'ilish jarayonini ham bir ko'rsatamiz. Xo'p, yaqinroq keling operator. Hop. Mana shunaqangi bo'ladi. Hop. Mana ko'rib turibsizlar. Yig'ilish jarayonlari mana shunaqa holatda bo'ladi. Mana bu joyda va tirsak o'xshagan narsa bilan bosiladi mana. Bu tomoni ham mana. Xo'p, mana ko'rib turibsiz, yig'ilganda 10 sm ni tashkil qiladi. Bu o'sha mashinalarga olib ketishga ham qulay. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, kimga mana shunaqangi va boshqa turdagi stollarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, marhamat, o'sha pastda nomer qoldiramiz. O'sha nomerga aloqaga chiqsanglar, sizlarga chiroyli narxda yetkazib tayyorlab beramiz. Manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Manzillarimiz Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri aeroport yo'lida. Telefon raqamlarimiz 97 kodi bilan 279 99 92 raqami. Keyingi efirlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Xayr.